Odam gulga o'xshaydi. Gulga sovuq tegisi tushganidek, odamlarmi sovuq muomalaga uchirsa, gulning bergidek yuragi muzlaydi-da, u sana qayta echilmaydi. Shunga fursat bo'lsa, hech kimga sovuq tegma. Odamning ko'ngli gul emas. Qishda to'zib, yozda echiladigan. Seni muhim deb bilmaydigan kishilar to'pidan chekinib chiqqin. Yaqut oltin bilan birlashgandila, eng mukammal yaqut ko'zlik oltin uziga aylana oladi. O'zingni yaqut deb qarasang, seni oltindek ko'radigan kishilar bilan aralashqin. Hozir hech kimga hayotning hashamati kerak emas. Kerak bo'lgani salomatlik, xotirjamlik va shundaqla mehrli qalbdan chiqqan oddiygina hol so'rashdir.